to'lashib chiqaman. Qizig'i yo'q menga bunday to'las. Sen shu pulni Sikaman to'laman. Shu pulni sen bermay. Ya to'las, sikaman to'laman. Shu pulni bergin, shu to'layman. Ya to'lagin. Shu pulni bergin. Qizig'i yo'q menga. Menga ham qizig'i yo'q. Sikaman to'laman bu yerda. Hisob qilishamiz, hisob qilamiz biroman. Bemal quloq ya to'lab chiq menga. Yana pulni berib to'layman men. Bermayman. Nima bermaysan? O'zi bermayman. To'lamayman men. Ya to'laysan, uni otang bilan bemal hisob qilib qo'yaveramiz. 50 ming so'm pul elektrib 23 ming sen berasan, otangga men qilolmayman. Olmay qo'yaylik deb. Bu yerda nima olgan bilasanmi? Nima oldim? Bilmayman, uni men 20 men bilmayman. Bu 25 ming teshing bo'ladi. Otaga dalbay. Shunday gazab soldingku yibamsan jalaba. Bitta katta 1.5 oldi, tushunaysizmi? Bitta 1.5 katta qoladi, to'g'rimi? 25 ming bo'lmi? 22 ham bo'ldi. Ama 10 ming ber bo'ldi uni. Men bilmayman senga. Men nima ursa qo'yasiz? Mana to'laysan, men senga hisob kitob qilishga ham hisob kitob qilish kerakmi? To'laysan, men senga lo'pay payt beraman, to'la birinchi. Menga hozir kerak bo'lyapti. Yozdirasizmi, to'lasizmi, qizi yo'q, to'lama bu. Menga hozir kerak bo'lyapti. Bilmayman. Menga hozir kerak bo'lyapti. Menga hozir kerak bo'lyapti. Bilmayman, to'laysan, men aynan xush pul bermayman. Men ham bilmayman. Menga bilmayman, men senga yozdirasizmi, tug'asizmi, nima qilsam qilaver, kimga qilsam qilaver. Qiziq menga. Menga hozir kerak bo'lyapti.